Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Inshaalloh bugungi videomiz KP 4-bosqichni ikkinchi mavzusi, ikkinchi darsi bo'ladi. Inshaalloh foydali bo'ladi, tushunarli qilib olishga harakat qilamiz. Agarda qayergadir tushunmasangiz, video ostida kommentariyalarda yozib qoldiring. Oxirida video tugagandan keyin hamma izohni o'qib, savollarga javob berishga harakat qilamiz. Videomiz iloji boricha ko'proq kishiga tarqash uchun bizga yordam bering. Qandaydir guruhlar bo'ladimi, tanishlaringiz bo'ladimi? Bu videolarni jo'natib qo'ying. Qani unda biz videoni boshladik. Demak, ikkinchi mavzuyimiz kajoga pyona mavzusi ekan, ya'ni oilaning o'zgarishi. Demak, oila turlari haqida bugun gaplashar ekanmiz. Demak, ovi, munbob, hwaldong, munava, chongbo mavzularimizda bo'lar ekan. Ovilarimiz kajoga hyungdeva tikching. Demak, oilaning shakllari, ya'ni turlari va uni xususiyatlari, ya'ni qanday oilalarligi haqida va grammatikalarimiz l punmananira, l supakiyotda grammatikalari ekan va qiladigan ishlarimiz kajoga tikchingete maragi, demak oilaning shakllari haqida gapirish. Choahanin kajoga hyungtete sigi, yaxshi ko'radigan oilamiz, oila shakli haqida yozishimiz ham kerak ekan va oxirida munava chongbo qismida, ya'ni madaniyat va qandaydir ma'lumot berish qismida chulsan changyo chongchek haqida ekan, ya'ni tug'ilishni rag'batlantirish siyosati haqida matn o'qir ekanmiz. Demak, bu tomonida 가족은 어떻게 이루어져 있어요? Demak, bu oila qanday shakllanib turibdi, ya'ni qanday deyapti, ya'ni necha kishi bor degan ma'noda yoki qaysi turdagi oila degan ma'noda savol berilgan bu yerda. 여러분은 누구와 살고 있어요? Demak, azizlar, kim bilan yashayapsiz? 고향에서는 누구와 살았어요? Davlatingizda kim bilan yashagansiz? 어휘 qismi ekan, endi 대가족과 핵가족의 특징을 알아보세요 deyapti. Ya'ni 대가족 va 핵가족ni xususiyatlarini bilib ko'ring deyapti. Xususiyatlarni endi bilib ko'ramiz. Nima farqi bor o'zi tegajok bilan 핵가족ga? Demak, tegajokdan boshlaymiz. Rasmda ham ko'rib turishingiz mumkin. Katta oila bo'lib turibdi. 부모님을 모시고 살다. Demak, ota-onasi bilan birga yashaydi. 여러 세대가 함께 살다. Turli avlodlar birga yashaydi. 가족 간의 유대가 깊다. Demak, oila orasida bog'liqlik, ya'ni rishtalar chuqur, ya'ni yaxshi, mustahkam demoqchi. 집안의 중요한 일은 어른들이 결정한다. Uydagi, ya'ni uy ichidagi, oiladagi muhim ishlarni yosh kattalar belgilaydi, ya'ni tegajokda. Tegajokda osonroq tushunishingiz uchun siz, otangiz va bobongiz yashaydigan bo'lsa, hamma birga shu tegajok bo'ladi, ya'ni katta oila bo'ladi bitta. Endi 핵가족 nimaligini ko'rib chiqamiz. 핵가족, demak, pungaeso salda, demak, alohida mustaqil bo'lib yashaydi deyilyapti. Ya'ni bu qanaqa yashash? Turmush qurgandan keyin alohida mustaqil bo'lib chiqib ketish. Shuni pungaeso salda deb aytiladi. Kasaril pundamada, demak, uy ishlarini bo'lishib qilinadi. Kakchaye 생활을 존중받다, o'zaro bir-birini hayotini hurmat qilinadi. 집안의 중요한 일은 가족이 함께 결정하다. Demak, uydagi muhim ishlarni oilasi birgalikda qaror qilishadi deyapti. Demak, 핵가족ni tushundingiz. O'zingiz masalan xotiningiz bo'ladigan bo'lsa, shu bilan farzandingiz bilan yashaydigan oila bo'ladigan bo'lsangiz, bu 핵가족 bo'lar ekan. Demak, pastida 현대의 다양한 가족 형태와 특징을 알아보세요. Hozirgi turli xil oila shakllari va xususiyatlari haqida bilib ko'ring. Demak, qanday oilalar borligi haqida ko'rib chiqar ekanmiz. Birinchi, tamuna kajok. Tamuna kajok bu qanaqa oila? Oila bu shundayki, otasi yoki onasida bittasi qaysidir chet ellik bo'ladi. Yoki oilani ota-onasi ham, ikkitasi ham chet ellik bo'ladi. Ya'ni masalan, O'zbekistonda yashayotgan o'zbek Koreyaga oilasi bilan qo'shib keladigan bo'lsa, bu ham tamuna kajok hisoblanadi. Ya'ni aynan bittasi koreys, bittasi u chet ellik bo'lsagina tamuna emas.
oilasida ota-onasi ham, hammasi ham chet ellik bo'ladigan bo'lsa, bu ham tamuna kajok deb aytiladi Koreyada. Keyingisi Mappori Pubu. Demak, Mappori Pubu bu ikki daromadli oila desak bo'ladi. Ya'ni er ham, xotin ham, ikkitasi ham ishlab daromad topadigan oilalarni Mappori Pubu deb aytiladi. Keyingisi Irin Kagu. Irin Kagu bu bir kishilik oila, ya'ni bir kishi bo'lib o'zi yashaydigan oila. Hanpumo Kajok. Hanpumo Kajok bu faqat bitta otasi yoki onasi bilan yashaydigan oila. Ya'ni farzand yo otasi bilan yashaydi yoki onasi bilan yashaydi. Shuni Hanpumo Kajok deb aytiladi. Chumal Pubu. Chumal Pubu endi bu biroz g'alati oila, sababi faqatgina hafta oxiri dam olish kunlarida ko'rishib yashaydigan oila. Ya'ni qandaydir ish sababli bo'lishi mumkin, bir-biridan boshqa shaharda yoki uzoqda bo'lgani uchun faqatgina o'sha hafta oxirida ishi yo'q paytlari ko'rishib yashaydigan oila Chumal Pubu deb aytiladi. Demak, Tokkonoin esa yolg'iz yashaydigan yoshi katta odamlarga nisbatan ishlatiladi. Pastdagi so'zlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ko'kcha Kyoronil hada xalqaro turmush qurish, Hanchok Pumo vasalda bir tomondagi ota-ona bilan yashash, Ayril Natchanta, demak farzand ko'rmaslik yoki bola tug'maslik, Mapporiril hada o'sha oilada kishi ishlash, Chumal Puburo Chinada, demak o'sha hafta oxirida birga bo'lib vaqt o'tkazadigan er-xotinlar. Ayril Ibyangada farzand boqib olish, farzand o'stirish, farzandlik olish deb tarjima qilsak bo'ladi. Tongnipxada mustaqil bo'lish, Honjasalda yolg'iz yashash, Cheonada qayta turmush qurmoq degani. Demak, so'zlarni ham ko'rib chiqdik. Keyingisi grammatika ekan. Lil punman anira, demak buni tarjimasi o'zbek tilida nimadir bo'libgina qolmay deb tarjima qilsak bo'ladi. Bo'libgina qolmay. Lil pun anira shaklida ham ishlatsak bo'ladi, man ishlatmasdan ham. Demak, namunalarni ko'ramiz. Jamshidi shi Koyangining tegajogi manayo. Demak, bu oila o'zbek oilasi ekan. Jamshid o'zbekcha ismi. Jamshid vataningizda tegajok, ya'ni katta oilalar ko'pmi? 내 부모님을 모시고 살 뿐만 아니라 여러 세대가 함께 사는 경우도 많아요. Ha, ota-onasi bilan birga yashabgina qolmay, turli avlodlar birga yashash holati ko'p. Ya'ni ota-onasidan tashqari o'sha akalari, opalari, singillarini, masalan, er-xotinlar hammasi birga yashaydigan katta oilalar ham ko'p deyapti. 부모님 모시고 yonidagi misollarga o'tdik. 부모님 모시고 식사하려고 하는데 분위기 괜찮은 식당을 알아요? Demak, ota-onam bilan birga ovqatlanmoqchi edim. Muhiti yaxshi bo'lgan oshxonani bilasanmi? 시청 옆에 있는 식당이 분위기가 좋을 뿐만 아니라 음식도 맛있어요. Demak, hokimiyat yonidagi oshxonani muhiti yaxshi bo'libgina qolmay, ovqatlari ham mazali. 요즘은 결혼하고 맞벌이를 할 뿐만 아니라 주말 부부로 지내는 경우도 많다. Shu kunlarda turmush qurib, oilada ikki kishi ishlab ham qolmasdan, uni ustiga hafta oxirida ko'rishadigan oilalar holati ham ko'p deyapti. Ya'ni bundan nima demoqchi? O'zi ikkitasi ham ishlaydi, ya'ni ishda bo'lgani uchun bir-birini ko'rish ko'p bo'lmaydi. Uni ustiga bir-biridan uzoqdagi joyda ishlab yashaydigan oila deb aytmoqchi. Tushunmagan bo'lsangiz qayta o'qib bir marta tushunib oling. Xo'p, keyingisi 경제적으로 힘들 뿐만 아니라 개인 상황을 중시하는 분위기 때문에 결혼하지 않는 사람이 증가하고 있다. Demak, 경제적으로 degan o'sha moddiy deylik, moddiy, iqtisodiy qiyin bo'libgina qolmay, shaxsiy hayotini muhim deb hisoblash sababli turmush qurmayotgan odamlar ham ortib boryapti deyapti. Demak, il punman anira bo'libgina qolmay degan grammatika ekan. Pastda qo'shilishi yozilibdi. Agarda dan olib tashlaganimizdan keyin pachchim bilan tugaydigan, undosh bilan tugaydigan o'zak bo'ladigan bo'lsa, bularga il punman anira qo'shar ekanmiz. Ya'ni moqta, mog'il punman anira, cho'tta, cho'il punman anira.
Agarda dan olib tashlaganimizdan keyin pachim bo'lmaydigan bo'lsa o'zakda bunga l punman anira qo'shar ekanmiz. Masalan, ko'ronada ko'ronhal punman anira. Mo'shida mo'shil punman anira. Salda endi bunda e'tibor beramiz. Dan olib tashlaganimizdan keyin pachim, ya'ni 3-qismi l bilan tugaydigan fe'llarimiz bo'ladigan bo'lsa yoki sifatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bularda shunchaki punman anirani yoki pun anirani qo'shamiz xolos. Ya'ni saril punman anira qilsak, xato bo'lib qoladi. Demak, pastda misollari bor ekan, mashqlari. Yaxshilab ko'rib chiqib, buni ham bajarishga harakat qiling. 요즘 가족의 형태가 점점 다양해지는 것 같아요. deyapti. Shu kunlarda oila shakllari asta-sekin har xil bo'lib ketayotganga o'xshaydi. desa, ikkinchi kishi aytyaptiki, 네, 대가족이 점점 없어질 뿐만 아니라 홀로 사는 노인이 많아지고 있어요. Demak, tegajoq, ya'ni katta oilalar asta-sekin yo'q bo'lib ketibgina qolmay, yolg'iz yashayotgan yoshi katta odamlar ham ko'payyapti. Demak, bu yerda biz punman anira grammatikasidan foydalangan holatda pastdagi namunadagi variantlarni bir-biriga bog'lab ishlatishimiz kerak ekan. Albatta buni namuna kabi bajarib ko'ring. Keyingi grammatikamizga o'tamiz. Il suo pacchi opta, il suo pacchi opta nimadir qilishdan boshqa iloji yo'q degan grammatika. Tarjimalarni ko'ramiz, namunalarni. Hoen shi arbeit chakko 있어요. Demak, hoen qo'shimcha ish istayapsizmi? 네, 슬기 교육비 때문에 지출이 늘어서 맞벌이를 할 수밖에 없어요. ta'lim xarajatlari uchun ya'ni ta'lim xarajatlari sababli chiqimlarim oshib ketganligi sababli matboriy, ya'ni o'sha uyda 2 kishi ham ishlamasa bo'lmaydigan holatdamiz, iloji yo'q ishlamasa deyapti. ko'ramiz yana yonidagi namunalari. 지난주 수업에 왜 안 왔어요? o'tgan hafta darsga nimaga kelmading? 갑자기 출장을 가게 돼서 수업에 받을 수밖에 없었어요. to'satdan o'sha 출장 degani biznes safarga boradigan bo'lib qolganim sababli darsdan qolib ketmaslikni iloji yo'q edi. Ya'ni darsga borolmasdim demoqchi. 여러 세대가 함께 사니까 가족 간의 유대가 깊을 수밖에 없다. turli avlodlar birga yashash sababli oila orasida o'sha rishtalar chuqur bo'lmasdan boshqa iloji yo'q, ya'ni mustahkam bo'lmasdan boshqa iloji yo'q deyapti. 독거 노인이 늘고 있기 때문에 노인 복지에 대한 관심이 증가할 수밖에 없다. Demak, to'qqa no'yin biz nima dedik? Yoshi katta keksalar oshayotganligi sababli yoshi kattalarni o'sha ijtimoiy ta'minoti haqida, ya'ni farovonligi haqidagi qiziqish ortmasdan boshqa iloji yo'q deb aytyapti. Demak, pastda yana bunda o'sha dan olib tashlaganimizdan keyin o'zak undosh bilan tugaydigan bo'lsa, ya'ni pachim 3-da undosh bo'ladigan bo'lsa, bularga il so'pakka olib qo'shar ekanmiz. Masalan, mokda. Dan olib tashlagandan keyin mok 3-da k harfi bor. Shuning uchun bunga il so'pakka olib qo'shar ekanmiz. Mogil so'pakka olib. Hop, natta nail so'pakka olib. L so'pakka olib. Demak, unli bilan tugaydigan bo'lsa, ibyan adadan dan olib tashlasak, ibyan ha pachim yo'q. Ibyan hal so'pakka olib. Pappida pappil so'pakka olib. Salda endi bunda ham l bilan tugaganlarda so'pakka olibni o'zini qo'shar ekanmiz. Ya'ni salda sal so'pakka olib. Palda pal so'pakka olib. Yo'lda yo'l so'pakka olib holatda tushlar ekanmiz. Bunda ham pastida shu grammatikaga oid misol bor ekan, namunalar. Bularni albatta ko'rib chiqing va siz ham shu namuna kabi yozib ko'ring yoki shunchaki og'zaki ishlatib ko'ring. Demak, namunani o'qib ko'ramiz. 가족과 떨어져 살아요. Demak, oilangiz bilan alohida yashaysizmi? 네, 회사가 지방에 있어서 떨어져 살 수밖에 없어요. firmam o'sha qishloqda, ya'ni tuman deb tarjima qilsak bo'ladi. Viloyatdaligi sababli alohida yashashdan boshqa ilojim yo'q deb tarjima qildik.
Demakki, bu yerda le subakki optah grammatikasidan foydalanib namuna kabi bog'lashingiz kerak ekan. Keyingisi 29-betda esa maragi bor ekan. Biz hamma so'zlarni bilamiz. Shuning uchun albatta maragini ham o'qib qo'ying. Keyingi mana ilkiy testlarni yechishda, o'qishda albatta bizga yordami tegadi. Keyingisi demak haqiqiy ilkiy ekan. Bu biz uchun muhim. Shuning uchun ayni shu qismlarga e'tibor berishingiz kerak. Sababi testlarimiz shulardan odatda olinadi. Ya'ni shu ilkiy va cho'ngbo munha qismlarini yaxshilab o'qiydigan bo'lsak, grammatikalarni yaxshilab o'qiydigan bo'lsak, bizga o'zimizga anchagina foyda. Demak, ilkiyni birinchi shartini ko'ramiz. 다음 신문 기사의 제목을 보고 과거와 다르게 가족의 형태가 다양해지는 원인을 이야기해 보세요 deyapti. Demak, quyidagi gazeta maqolasini sarlavhasini ko'rib, o'tgan zamon bilan boshqa bo'lgan oila shakllarini har xil bo'lish sababini gapirib ko'ring deyapti. Demak, pastdagilarni ko'radigan bo'lsak, bizga gazetani o'sha qandaydir gazetada chiqqan maqolani sarlavhasini berishar ekan va biz o'sha sarlavhaga to'g'ri keladigan oilalarni belgilab qo'ysak bo'ldi ekan. Demak, birinchisini ko'radigan bo'lsak, 꼭 해야 하나요? 작년 혼인율 역대 최저. Demak, albatta qilish kerakmi? O'tgan yili o'sha nikoh qurish darajasi eng past darajaga yetdi o'tgan yili deyapti. 20대에서 40대 10명 중 6명 결혼이 두렵다. Demak, 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlar, ya'ni 20 yoshlilar va 40 yoshlilar, ya'ni 40 dan keyin u 49 gacha hisoblanadi. 10 tasidan 6 tasi turmush qurishdan qo'rqadi. 지난해 이혼율 2년 연속 상승. O'tgan yili o'sha ajralish foizi 2 yil uzluksiz oshyapti. 혼자 벌어서 어떻게 살죠? yolg'iz topadigan bo'lsa qanday yashaydi? Xo'p, 100세 시대 행복한 노후를 위해. Demak, 100 yoshlik davr deyapti, baxtli qarilik uchun. Demak, pastda bu yerda ham so'zlar bor ekan, so'zlarni yaxshilab ko'rib chiqamiz. Xonin-yuri kamso'ada. Demak, xonin-yul o'sha nikoh qurish darajasi kamso'ada pasaydi. Pasayishi. 결혼 연령이 높아지다. turmush qurish yoshi ko'tarilmoq. iyon-yuri 증가하다. ajrashish foizi ko'tarilmoq, oshmoq. 결혼에 대한 가치관이 변화하다. turmush haqidagi qarashlarni o'zgarishi. 여성의 경제 활동이 활발하다. ayollarni o'sha iqtisodiy harakatlari faollashishi. 평균 수명이 늘다. Demak, o'rtacha umr oshmoq degani. Endi pastda haqiqiy shu holat ekan, ya'ni o'sha 다음은 가족의 형태와 관련된 신문 기사의 제목입니다. 제목에 맞는 기사 내용을 연결해 보셔야 deyapti. Ya'ni o'sha gazetada chiqadigan qandaydir maqolani sarlavhasi ekan. Shu sarlavhaga to'g'ri keladigan mazmundagi matnlarni bir-biriga bog'lab qo'yishimiz kerak ekan. Demak, ko'ramiz. 1인 가구 증가로 소포장 식품 매출 쑥쑥. Demak, bir kishilik oilalar oshgani sababli o'sha kichik qadoqlangan mahsulotlar savdosi tez oshishyapti. Demak, bu mazmundagi sarlavha qaysi gapimizga to'g'ri keladi? Izlab ko'ramiz. Demak, irin kagu deyaptimi? Demak, yolg'iz yashashda. Bu yerda to'rtinchisiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, yonidagini to'rtinchisiga pastdan. 요즘 혼자 사는 사람들이 많아지면서 마트나 편의점에 소포장된 식품 판매량이 늘고 있다. Shu kunlarda yolg'iz yashayotgan odamlar ko'payib, mati, ya'ni do'kon yoki o'sha 24 soatlik savdo markazlarida kichik qadoqlangan ovqat sotish miqdorlari ortyapti. Demak, birinchisiga shu to'rtinchisi to'g'ri kelar ekan. Keyingisini ko'ramiz. 신혼부부 열상 중 4상 애 안 낳아요. Demak, o'sha 신혼부부 degan yangi turmush qurganlar. Yangi turmush qurgan 10 ta juftlik
ichidan 4 tasi, ya'ni 4 ta juftlik ulardan bola ko'rmas ekan. Demak, bu qaysiga to'g'ri keladi? Ko'ramiz. Eng pastiga ko'radigan bo'lsak, 5-inchisi. 신혼 부부 열상 중 4쌍은 ayi를 낳지 않은 것으로 조사됐다. Demak, o'sha yangi turmush qurgan oilalarni 10 tasidan o'sha 4 tasi bola ko'rmayotgani tekshirildi deyapti. Demak, bizga 5-inchisi to'g'ri kelar ekan. Keyingisi 맞벌이 부부 아픈 나이에 어떡하죠? Demak, 맞벌이 oilasi, ya'ni ikki kishi ham ishlaydigan oila bo'ladigan bo'lsa, er-xotin bolasi og'rib qolsa nima qilinadi deyapti. Endi bu qaysiga to'g'ri keladi ko'ramiz. O'zi ikkitasi bizda chiqib ketdi, uchtasini ko'ramiz va birinchisini o'qib ko'ramiz. 아픈 자녀와 병원 동행이 어려운 부모를, demak shu ekan. 부모를 위해 아이를 데리고 병원에 가주는 서비스를 시행할 예정이다. Aytyaptiki, agarda oilada ikkitasi ham yashaydigan oila bo'ladigan bo'lsa, bularni o'sha farzandlar og'rib qoladigan bo'lsa, kasalxonaga birga borish qiyin bo'lgan ota-onalar uchun birga boradigan xizmatlari ham bor ekan. Boshqa kishi, ya'ni o'rningizga borib bolangiz bilan o'sha kasalxonaga borib keladigan xizmatlari bor ekan. 진료뿐만 아니라 검진, 예방 접종도 동행 서비스가 가능하다. Demak, faqatgina borib tekshirish emas, o'sha qandaydir o'sha medko'riklardan o'tish, qandaydir emlash uchun ham birga borish xizmatlari mumkin ekan. Demak, keyingisi noronaning shingilchoq saviya 변화 불가비. Demak, oshib borayotgan shingilchoq, ya'ni yolg'iz yashaydiganlar oilasi, ya'ni yolg'iz yashovchilar deb tarjima qilaylik. Oshayotgan yolg'iz yashovchilar oshishi va o'sha saviya 변화 불가비 degani jamiyatni o'zgarishi pulgabi aniq, muqarrar o'zgarishga olib keladi yolg'iz yashovchilar oshgandan keyin demoqchi. Demak, bu qaysiga to'g'ri keladi? Bizda 4-chi va 5-inchisi chiqib ketdi, birinchisi ham chiqib ketdi, ikkinchisini o'qib ko'ramiz. 이렇게 혼자 사는 가구가 점점 늘어나면 우리 사회에 크고 작은 변화가 생길 수밖에 없을 것이다. Demak, bunday yolg'iz yashaydigan oilalar asta-sekin oshsa, bizni jamiyatimizda katta va kichik o'zgarishlar paydo bo'lishidan boshqa iloji yo'q bo'lsa kerak deyapti. Demak, bizga ikkinchisi to'g'ri kelar ekan. Keyingisi 2년간 독거노인 65명 목숨 구한 사물 인터net. Demak, 2 yilda o'sha qariyalarni 65 tasini hayotini saqlab qolgan internet qurilmasi deyapti, 사물 인터net. Demak, bu qaysiga to'g'ri keladi? Manmadir 씨는 사물 인터net 기기를 활용해 o'zi bitta qolibdi xolos-ku. 일정 시간 동안 움직임이 감지되지 않을 경우 즉시 방문하거나 119에 신고하고 있다. Demak, 사물 internet o'zi nima? Demak, bu yosh katta qariyalar uchun qayergadir o'rnatilar ekan. Bu narsa o'sha sizni nazorat qilib turadi sensorlar orqali. Qandaydir agar sizni sog'lig'ingiz yomonlashadigan bo'lsa, harakatlaringiz qanaqadir noto'g'ri o'zgarish yoki umuman qimirlamay qoladigan bo'lsangiz, u uskuna o'zi avtomatik tarzda o'sha mas'ul odamlarga, ya'ni 119 ga telefon qilib chaqirar ekan. Ya'ni siz qandaydir sog'lig'ingiz yomonlashib qoladigan bo'lsa, birdan siz o'zingiz telefon qilib chaqira olmasligingiz mumkin-ku. Shu paytda o'zi avtomatik tarzda Wi-Fi orqali telefon qilib yetkazar ekan. Demak, keyingisi bu ham ilki, yaxshilab e'tibor beramiz. Sababi eng muhimi o'zi shu qism bo'ladi. Testlar shu kabi bo'ladi imtihonga kiradigan bo'lsangiz. Demak, birinchi o'rinda albatta testni variantlarini o'qib olmasak-da, biz nimani o'qib olishimiz kerak? Testni shartlarini o'qib olishimiz kerak. Birinchisini ko'ramiz. 이 신문 기사의 제목으로 가장 알맞은 것을 고르세요 deyapti. Ya'ni bu gazeta maqolaning o'sha sarlavhasiga eng to'g'ri narsani tanlang. Demak, birinchisida biz sarlavha uchun topishimiz kerak ekan, e'tibor berib qo'yamiz. Ikkinchisida erin kaguga 증가하는 원인은 무엇입니까? Demak, bir kishilik oilalarni oshish foizi, oshish sababi nima uchun?
Sabablarini aytar ekan, bunda yozma tarzda yozib chiqishimiz kerak ekan. Sabablarga ham o'qish davringizda e'tibor bering. Demak, yukkiri neonga taringosul ko'risayo deyapti. Yuqoridagi matnni mazmuni bilan boshqa narsani tanlang. Ya'ni mazmuniga to'g'ri kelmaydigan bittasini tanlashimiz kerak ekan. Demak, matnni o'qib chiqamiz. 최근 조사에 따르면 1인 가구가 전체 가구 수의 약 30%를 차지했으며 앞으로도 계속 늘어날 전망이다. Demak, so'nggi o'sha tekshiruvlarga qaraladigan bo'lsa, bir kishilik oilalar butun oilalarni taxminan 30% ga yetdi. Kelasida bu uzluksiz oshishi kutilyapti. 이렇게 1인 가구가 증가하는 원인으로는 결혼에 대한 가치관 변화, 이혼율 증가, 고령화 등을 꼽을 수 있다. Demak, bunday bir kishilik oilalarni oshishining asosiy sabablaridan biri bu o'sha turmush qurish haqidagi fikrlarning o'zgarishi, ajralishlarni foizini oshishi va qarish va hokazolarni aytsak bo'ladi. 1인 가구가 증가함에 따라 이들을 대상으로 한 상품이 등장하고 이들을 위한 소비 수업도 생기기 시작했다. Bir kishilik oilalar oshganligi sababli ular uchun, ya'ni o'sha bir kishilik oilalar uchun mahsulotlar paydo bo'lib, ular uchun xizmat ko'rsatish qandaydir sohalari ham paydo bo'lishni boshladi. 마트나 편의점에는 1인 가구를 위한 채소나 과일 등 소포장된 상품의 판매량이 증가하고 생필품이나 가전제품도 1인 가구에 맞춰 나온 제품들이 인기를 끌고 있다. Demak, qayerdan boshladik? Demak, mart ya'ni do'konlar yoki 24 soatlik do'konlarda bir kishilik yashaydiganlar uchun sabzavot, meva va hokazolarni kichkina o'sha qadoqlab qo'yilgan mahsulotlarini panmeryang degan o'sha sotish darajasi miqdori ortib, kundalik o'sha zarur mahsulotlar yoki o'sha maishiy texnika mahsulotlari ham bir kishilik oilalar uchun, ya'ni bir kishiliklarga to'g'irlab, ya'ni bir kishilikka moslab chiqqan mahsulotlari mashhur bo'lib ketyapti, ya'ni keng tarqalyapti deb aytmoqchi. 이뿐만 아니라 소형 아파트나 오피스텔도 꾸준히 인기를 얻고 있으며 청소, 장보기, 대여, 짐 보관 등 1인 가구를 위한 소비 사업의 규모도 점점 커지고 있다. deyapti. Ya'ni bu yana shuni o'zigina bo'lib qolmay, kichkina shakldagi kvartiralar, ofistellar uzluksiz mashhur bo'lyapti. Ya'ni yaxshi ko'p tarqalyapti. Tozalash, bozor qilish, qarzga olish, yuklarni saqlab qo'yish qayergadir va hokazo bir kishiliklar uchun, ya'ni bir kishilik oilalar uchun xizmat ko'rsatish sohalari ya'ni masshtabi ham asta-sekin oshyapti, kattalashyapti. 이렇게 혼자 사는 가구가 점점 늘어나면서 우리 사회에 크고 작은 변화가 생길 수밖에 없다. Bunday jamiyatning katta va kichik o'zgarishlari sababli o'zgarishi paydo bo'lishidan boshqa iloji yo'q. 이에 따라 전통적인 가구 형태에 맞춘 정책을 개선해야 한다는 목소리도 커지고 있다. Shunga qarab, ya'ni shu sababli o'sha oldingidagi oila shakllarini to'g'irlab, qandaydir siyosatni yaxshilash kerak degan fikrlar kattalashyapti, ko'payyapti. 1인 가구를 위한 주거 지원 정책이나 혼자 사는 노인을 대상으로 하는 돌봄 서비스 등 다양하고 세심한 정책이 시급하다. Demak, bir kishilik oilalar uchun yashashni o'sha qo'llab-quvvatlash siyosatlari, ya'ni dasturi yoki o'sha yolg'iz yashaydigan yoshi kattalar uchun qandaydir o'sha xizmat ko'rsatish va hokazo turli xil aniq siyosat tez kerak deyapti, shunaqa siyosat. Xo'p, demak, matnni o'qib chiqdik. Agarda tushunmagan bo'lsangiz, videoni ozgina qaytarishga yokida pauza qilib o'zingiz qaytadan o'qib chiqishga harakat qiling. Endi biz sarlavhaga to'g'ri keladigan topishimiz kerak ekan. Birinchisi, bu yerda hammasi matnda chiqqan iboralar bo'lishi mumkin, hammasi to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin biz
aynan mavzu bo'la oladigani shunchaki biz matn o'qiganimizda qaysidir bitta 10 ta mavzu bo'ladigan bo'lsa, faqat bittasiga taalluqli bo'ladigani bu biz uchun mavzu bo'la olmaydi. Ya'ni sarlavha bo'la olmaydi. Sarlavha shunday bo'lishi kerakki, butun matnni mazmunini shu ozgina so'z bilan tasvirlab bera oladigan barchasini shu bo'lsa, bu o'shandagina sarlavha deb hisoblanadi. Demak, o'qib ko'ramiz. Irin Kagurulyan sobisi shilshi bir kishilik oilalar uchun xizmatlarni amalga oshirish. Irin Kagut Chingaro so'yon apati ingi bir kishilik oilalar uchun o'sha kichik shakldagi apart, ya'ni kvartiralarni ingi mashhur bo'lishib, 전체 가구 수의 약 30%가 1인 가구. demak, butun oilalarni taxminan 30%, ya'ni butunning 30% bir kishilik yashayotganlar. Bular hammasi to'g'ri, lekin bizga hozircha sarlavha uchun bular to'g'ri bo'la olmaydi, matnning sarlavhasi uchun. Endi ko'ramiz 4-sini. 1인 가구 증가 생활에 많은 변화 가져와. Demak, bir kishilik oilalarni oshishi va jamiyatga katta o'zgarishlarni olib kelishi haqida umumiy olganda shu ikkitasini bittada jam qilyapti. Demak, bizga sarlavha bo'la oladigan, matnimizga sarlavha bo'ladigan variantimiz 4-variantimiz bo'lar ekan. Keyingisi Irin Kaguga 증가하는 원인은 mushimnika. Demak, bir kishilik yashaydigan oilalarning oshishining sababi nima? Bu yerda sababini aytib o'tdi. Mana yuqorida boshida ko'rsangiz, 결혼에 대한 가치관 변화, ya'ni to'y haqidagi qarashlarning o'zgarishi, ihonyul 증가, o'sha turmushni bekor qilish, ya'ni ajrashishlarni oshib ketishi, ko'ryonhva qarish. Shularni sabab qilib olsak bo'lar ekan. Demak, 3-sini ko'ramiz. Vikre neonga tarin kosul ko'rsayo deyapti. Ya'ni yuqoridagi mazmuni bilan boshqa narsani tanlang. Ya'ni mazmuniga to'g'ri kelmaydigan boshqasini tanlashimiz kerak ekan-ku. Demak, bu yerda variantlarimizda 3tasi to'g'ri keladi matnimizga, ya'ni to'g'ri bo'ladi mazmuni. Faqatgina bizga bittasi to'g'ri kelmaydigan bo'ladi mazmuni matnga. O'sha matnga mazmuni to'g'ri kelmaydigan bittasini tanlashimiz kerak ekan. Ko'ramiz. Demak, Irin Kaguning 계속 증가하고 있다. Bir kishilik oilalar uzluksiz oshyapti. Demak, bu to'g'ri, biz xatosini topishimiz kerak. Demak, buni o'chirib tashlaymiz. Biz uchun xato. Keyingisi, 소포장된 상품이 늘어나서 1인 가구가 증가했다. Bir kishi, ya'ni kichik qadoqlangan mahsulotlarning oshishi bir kishilik oilalarni oshishiga olib keldi demoqchi. Yo'q, bu yerda aksincha-ku. Birinchi kichkina bir kishilik mahsulotlarni tayyorlash birinchi chiqmagan, ya'ni oldin chiqmagan tegajok paytida. Mana bir kishilik irin kagu yashash ko'payib ketgani uchun irin kagu shikmumlar chiqyapti, ya'ni bir kishilik ovqatlar. Demak, bu yerda o'rnini o'zgartirib qo'yishdi-da. Birinchi o'sha mahsulotlar bir kishilik chiqishni boshladi. Shuning uchun yolg'iz yashaydiganlar ko'payib ketdi demoqchi bo'lishganda bu yerda. Aksincha-ku, o'zi yolg'iz yashaydiganlar ko'payib ketgan edi. Shuning uchun ilojsiz bir kishilik yeydigan, bir kishilik foydalanadigan mahsulotlarni ham chiqarishyapti ekan. Demak, bunga o'zi o'qimasak ham ikkinchi variantimiz javob bo'lar ekan. Qolganlarini endi o'zingiz o'qib qo'yasiz. Bu yerda sigi ekan, keyingisi sigi qismida, demak, biz sigidan nima yozishimiz kerak ekan? 여러분이 생각하는 대가족과 핵가족의 좋은 점은 무엇입니까? Azizlar, siz o'ylayotgan tegajok, ya'ni katta oila va 핵가족, kichkina oilani yaxshi tomonlari nimaligini yozishimiz kerak ekan. Ya'ni bu yerda turibdi, tegajok yaxshi tomonlarini oldin yozib chiqing, 핵가족 yaxshi tomonlarini yozib chiqing. Keyin mana pastda 여러분은 대가족과 핵가족 중 어떤 가족의 형태가 더 좋습니까? 여러분이 좋아하는 가족의 형태에 대해 써보세요. Demak, azizlar, tegajok bilan 핵가족 orasida qanday oila sizga yaxshiroq? Ya'ni azizlar, siz yaxshi ko'radigan oila shaklingizni turini yozib ko'ring deyapti.
Demak, buni yozib ko'ring albatta. Sababi, CV yozishingizda ancha foyda bo'ladi o'zingiz uchun. Rus tilingiz ham yaxshilanadi. Bu yerda o'sha internetdan olib kelgan matnim bor. Shuni yaxshilab ko'rib, albatta o'zingiz yozmaydigan bo'lsangiz, hech bo'lmasa shuni yozib, bir marta o'qib chiqing. Bilmaydigan so'zlaringiz bo'lsa tarjima qiling. Shunda CV yozish darajangiz ham ancha yaxshilanadi inshaalloh. Demak, keyingisi muhova 정보 qismi ekan, ya'ni madaniyat va qandaydir ma'lumot berishar ekan. Demak, ko'ramiz mavzuyimiz nima? Chulsan Changyo Chongchek demak o'sha tug'ilishni o'sha rag'batlantirish dasturi haqida ekan. o'qib ko'ramiz. 한국 사회가 안고 있는 큰 문제 중에 하나는 저출산 문제이다. Demak, Koreya jamiyati duch kelishi mumkin bo'lgan eng katta muammolardan biri bu 저출산 문제 degan 저출산 o'sha tug'ilish darajasining pastligi muammosi demoqchi. 한국의 합계 출산율은 지속적으로 감소하여 2019년 현재 한 명이 채 되지 않는다 deyapti. Ya'ni Koreyaning umumiy o'sha tug'ilish foizi darajasi uzluksiz kamayib, 2019-yilda bir kishiga yetmagan deyapti. Ya'ni aytmoqchiki, 2019-yilga kelib butun ayol boshini hisoblasak, hammasiga bittadan odamga ham to'g'ri kelmaydi farzandga demoqchi, menimcha. Keyingisi, 저출산 현상이 지속되면 경제 활동 인구가 감소하고 노인 부양 부담이 커지는 등의 문제가 발생하다. Demak, tug'ilish foizini past bo'lish holati uzluksiz bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy qandaydir o'sha oilalarning kamayib ketishi, harakat qilayotgan iqtisodiy harakatdagi oilalarning kamayishi va kamayib yosh kattalarni boqish, ya'ni yosh kattalarni qandaydir o'sha puyang degan ta'minotini qilish, pudam yuki kattalashish va hokazo muammolar yuzaga keladi. 이에 정부와 각 지방자치단체에서는 출산율을 높이기 위해 출산 장려 정책을 실시하고 있다. Demak, bunga o'sha hukumat va o'sha mahalliy hokimiyat tug'ilish darajasini ko'tarish uchun tug'ilishni rag'batlantirish siyosatini, dasturlarini amalga oshirishyapti. 출산 장려 정책은 다양하므로 자신에게 맞는 혜택을 선택하여 지원받을 수 있다. Demak, 출산 tug'ilishni rag'batlantirish dasturi har xilligi sababli o'zingizga to'g'ri keladigan o'sha foydani tanlab ariza shu qo'llab-quvvatlash olsangiz bo'ladi. 대표적인 출산 장려 정책으로 출산 휴가, 출산 축하금 지급, 다자녀 혜택, 육아휴직, 육아를 위한 근로시간 단축, 양육수당 지원, 임신, 할리안 투경하듬, 출산진료비 지원, 난임 부부 시설비 지원, 공공요금 할인 등이 있다 deyapti. Demak, rag'batlantirish dasturlariga misol qiladigan bo'lsak, o'sha tug'ishdagi, farzand ko'rishdagi ta'til, o'sha farzand ko'rgandan keyin tabriklash uchun olinadigan o'sha pul, keyin o'sha bola tug'ilgandan keyin yashash davomida, ya'ni katta qilish davomida bolani qarash uchun ham ta'til olsa bo'ladi va qandaydir ish vaqtlarini qisqartirib berishlari mumkin va o'sha boqish uchun qandaydir farzandni o'stirish uchun qandaydir ozgina pullarni berishlari mumkin va o'sha homiladorlik paytida qandaydir davolanish kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni ham qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Yoki nanin pubu debdi. Nanin pubu degani bu o'sha farzandsizlik deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni farzand ko'rishga qiynalish holatlarida davolash uchun ham qo'llab-quvvatlashar ekan. 공공요금 할인 등이 있다. 공공요금 bu kommunal to'lovlar. Kommunal to'lovlarni to'lashda ham chegirmalari bor ekan. 이러한 혜택은 지방자치단체별로 차이가 있으므로 거주하고 있는 지역의 혜택을 꼼꼼히
ko'mko'miy salbiy qo'shish o'tda. Bunday o'sha foydalar hukumatga qarab, ya'ni o'sha viloyatlarga qarab har xil farqi bor bo'lishi sababli siz o'sha yashayotgan hududingizdagi o'sha foydalarni ko'mko'miy sinchiklab tekshirib ko'rsangiz yaxshi. Xo'p, Chongbu ishibsa Nuri chip o'sha www.go.kr orqali 연령별, 분야별, 지역별로 생애주기별 서비스를 안내받을 수 있다. Demak, o'sha Chongbu 24 Nuri chip deganda, ya'ni www.go.kr orqali siz yoshingiz, sohangiz, hududingiz va hokazolarga qarab qandaydir xizmatlarni o'zingizga olishingiz mumkin, deyapti. Demak, pastida savollar bor ekan. Aynan shunga o'xshash savollarni siz o'sha 4-etab bo'ladimi, 5-etab bo'ladimi, suhbat qismlariga kirgan paytingiz sajon-piyonga bo'ladimi, shunga o'xshash savollarni beradi. Demak, qanday savol berishi mumkin bizga? Koreys. 저출산 현상이 지속되면 어떤 문제가 발생합니까? Demak, tug'ilish darajasi, ya'ni kam tug'ilishlar uzluksiz bo'laveradigan bo'lsa, qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin? O'zingiz ozgina fikringizni aytasiz albatta. Agar suhbatda shu so'rab qolinadigan bo'lsa. Keyingisi, 한국의 출산 장려 정책으로 어떤 것들이 있습니까? Koreyada tug'ilishni rag'batlantirish dasturida qanday narsalar bor? 아이의 출산 및 양육과 관련하여 여러분 고향에서는 어떤 정책을 실시하고 있습니까? Demak, bolani o'sha tug'ilishi va o'sha parvarish qilishga aloqador bo'lgan azizlar, sizning davlatingizda qanday dasturlar amalga oshirilgan? Odatda qandaydir boshqa davlatlarning tajribalarini so'rashni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun albatta bularga tayyorlanib olsangiz yaxshi. Demak, yonidagi so'zlar ekan biz bugun o'rgangan so'zlarimiz. Agarda bularning ichidan qaysidirini bilmaydigan bo'lsangiz yoki tushunmay qolib ketgan bo'lsangiz, ko'rib turgan shu videongizni kommentariyasiga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Inshaalloh hammaga javob berishga harakat qilaman. Demak, bugun sadangi, ya'ni 4-bosqich KIP darsimizni 2-darsi shu yergacha ekan. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz haqqimizga duo qilib qo'ying. Alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin. Videolarimiz uzoq davom etishi uchun, oxirigacha davom etishi uchun qo'ldan kelganicha boshqalarga jo'natishga, ulashishga yordam bering. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.